Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana shu gribok kasalligi bilan 3-4 yildan beri shug'ullanib, shu o'zim erishgan natijalarni bir ozgina qisqacha tushuntirib o'tmoqchiman. Gribok kasalligi armiyadan kelgan yillarimiz juda bir oyoqlar qichishib, juda qattiq qichishib, aralari hilvillab suv ochib, juda ko'p azob bergandi. Shu vaqtlar o'tib, shu har xil dorilar, margansopkalar chayishlar bilan shu narsa yo'qola boshladi. Aradan yana picha vaqt o'tib, bu narsa oyoqlarga va tirnoqlarni qarayib kelishi, natijaga 10 yillardan keyin, 15 yillardan keyin oyoqlar tirnoqlari qarayib, tirnoqlar yo'g'onlashib, har xil kasallar ana buga sabab bo'la boshladi. Mana shu gribok kasalligi oxir-oqibat insoniyatni barcha kasalliklariga sababchi bo'ladi desam adashmayman. Chunki mana shu gribok kasalligi bilan oxir-oqibat gemoroy, prostata, oshqozon yetishmovchiligi, buyrak yetishmovchiligi, jigar, oyoqlar uyushishi, tomirlar tortishi juda ko'p belgilar bilan qiynay boshladi. Mana shu izlanishlar natijasiga, mana shu narsaga agar mani o'zimni kasallangan darajamga kimdir shu kasallikka qiynalayotgan bo'lsa, mana shuni yechimi topildi aziz yurtdoshlar. Buni reklama uchun yoki bir layk uchun, bunaqa narsa uchun emas. Mana endi biz olmishga kirdik. Bizga unaqa narsalar qizig'i yo'q. Lekin mana shu onkologiya degan kasallikda natija shu davosi shu bo'lishiga, shuligiga o'zim amin bo'ldim. Va shuni barchaga e'lon qilib aytmoqchi bo'ldim. Yana bir ikkita chiqishlarimga gaplashib o'taman. Mana shu videoni agar ko'rib turgan bo'lsangiz, yana bir ikkita video chiqaraman. Qisqa, lekin bir объемный qilib bir 20 yarim soatlik videoni snimat qilishga tayyorgarligim bo'lyapti. O'sha paytga buni podrobniy aytib tushuntirib o'taman. Agar menga o'xshab boshlanishi, menga o'xshab qiynalib kasal bo'lgan odamlar bo'lsa, ma'qulimdan kelgancha yordam qilaman. Mayli, buni bu gapni aytish o'zidan o'zi emas, buni orqasiga ko'p javobgarliklar turibdi. Bu hali dunyoga aytilmagan gap. Mana buni men hozir hamma isbotlarim, o'zimga ta'sir qilgan syomkalarim, videolarim, suratlarim hammasini arxiv qilib men yig'ib yuribman. 1 yildan beri Instagram kanaliga ham qo'yib qo'yganman. O'zimdan suratga olmay, shu narsani aniq tasdiqini topgandan keyin o'zim ovoz berib gapirishga o'zim shuni batafsil tushuntirib berishga ahd qilgandim. Mana shu hozir shu narsaniga erishdimki, shu narsani men isbotini qilib bera olaman. Qanaqachun tekshiruv bo'lishidan qat'iy nazar, o'zim boshimdan o'tkazgan qanaqachun kasalliklar bo'lsa, hammasini isboti, hammasini videolari menga turibdi. Yana uchrashguncha sog' bo'linglar, yana bitta video chiqaramiz.